Так, soatimiz 8:30 bo'ldi. Ha? Tуда чисто ноги обратно с руками. Так, soat 8:30 bo'lyapti, o'rtoqlar. 8:29. Basseynimiz 15 da kam 9 yopiladi. Biz 15:09 basseynimiz yopiladi. Kattalar, взрослые 8 dan 9 gacha kesinglar bo'ladi. Mana взрослыйlarimiz suzib yuribdi. Kimdir обучениеda, kimdir просто suzib yuribdi. Bemalol kelib shug'ullansanglar bo'ladi. Yashnobod tumani suv sport saroyi bu. Kadishevda joylashgan avtostansiya Kadishev aviasozlar 1 75 manzil. So'raganingizga aytib boraman. Ertalab soat 6:00 da ochamiz ham. Istoriyalarni ko'rsanglar, 6:00 da basseyn ochiladi. Instagram'im bor. Instagram'da Alikulov нижний пробел trainer anglizchasiga tersanglar chiqib keladi. O'sha yerda ko'rsanglar bo'ladi. 99 nomerim 3:0 16 83. Mansur Mahmudovich 25 yilga ega tajriba mutaxassisman. Bemalol qabul qilamiz, kelaverasizlar. Basseyn chuqurligi 3 metr. Basseyn harorati 27 gradus. Standart ushlab o'tiramiz.